orada süngüler tutup. Мужчина осваивает мастерство. İki atılır meydan ortasına yol ala. И в бою, и на охоте. Мужчины выполняли великолепные, сложные и опасные элементы. Они будто сливались с конем и неслись, словно ветер. Недавно в быту звучала пословица, От пиротның канаты. что в переводе означает «конь – крылья мужчины». Также лихие наездники устраивали состязания, в которых выявляли самого лихого и отважного джигита, а после состязания устраивали праздник, в котором все веселились, пели и плясали. Hürmetli so'raymiz, olqishlarimizni janlamaymiz. Rana do'stim, sen nechikdir men o'zimni Siginbeka zamonlarini qaytgan shekilli his etaman. Menda erkaklik bir vaqtlar xabar o'zimni mana ko'z oldimdan televizor qaragan shekilli qarab turaman va televizor tomon bu shamborni qaray. Boma, suqlanib qarargan bo'lar. Mana Rana do'stim, elek yigitlar qizlar bilan shunday tanishgan ekan. Bugungi kunda endi mashinaga o'tirib qana tanishadilar. Qurollar fotografiya kameralarida eski qizlar o'tirib sizga ko'rsatadi. Sholidan kelgan qonaqlarimiz. Dostlar, köşe almışlar! Aferin! İş gitmeli canavar, iş gitmeli karar suçalara! Kuşlarımız meydan ortasına! Canavar grup meydan kırıkma, orta direğe kirek ötmekіз. Allah sakası orta direğe altına konuşanlar emez. Meydan ortasına beni yanımıza koşuyoruz beni. O at üstünde yaşayın akla. Münevver! Молодец усе! Bizning artistlarimiz kichkina vaqtdan ot ustida o'sgan shekilli kishilar. Qarasalalar ot ustida o'zlari ot bilan bir tegizlikda fizikalari. Qarasalalar hoshmanyatlar kishi. Kim otda hoshmanyatda chashalar hattoda qulaylarga bo'lmaydi. Maxsus olarak hadi koyma kulaklarımız. Montaj sabah buyurun.
o'rnida qo'ygan qonatlarimiz Chigitlovka. Endi urishlarga aytganda guruh почётni ko'rsatdilar bizning artistlarimiz. Endi Shahobat. Qo'ynar olqishlar bilan artistlarni qarshi olamiz. Kishonishlar jamoatlarga. Turtato'rimiz sho'yladi. Albatta bizning sho'ylaqlarimizga olqishlaysiz tugul, otlarga da